Bismillahirrohmanirrohim. Shifohiya kitobidan darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan darsimizda biz 12-darsni o'qib tugatgan edik. Bu darsda esa 13 darsni Xudo xolasa o'qiymiz va ana shu darsda kelgan qoidalarni ham batafsil gaplashamiz va uni o'qib arabchadan o'zbekchaga bo'lgan tarjimasini ham albatta ko'rib chiqamiz. Faqat bu yoqda bitta masala bor. Bundan oldingi mavzuni, ya'ni laysa, ya'ni inkor shaklini yasash mavzusini yaxshi fahmlab tushungan bo'lishimiz kerak. Shunda albatta mavzuni tushunishda ancha qiyinchilik bo'lmaydi. 14-darsda ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. 14-dars unaqa qiyin emas. Shuning uchun 13 va 14 birdaniga o'tiladi. Tushunadi degan umiddaman. Xo'p. Ad-darsu salisu ashar 13-dars. Soburun, suburun. Endi bu yoqda lug'at ketyapti. Mana bu soburun, suburun bu o'sha sabrli va sabrlilar ko'pligi. Ajulun, ujulun. Bu ham shoshqaloqlar. Bashushun, bushun, ochiq chehrali. Abusun, obsun, qovoq soliq degani. G'odubun, g'udbun, g'azabli. Anudun, udun, qaysar. Vaqurun, vuqrun, viqorli. Salobatli deymiz-ku o'zbekchada. Laubun, lu'bun, o'yinqaroq. Jasurun, jusrun, jasur. Hasudun, husdun, bu esa hasadchi degan. Bu yoqda unaqangi qiyin mavzu yo'q. Bu yoqda biz asosiy tushunishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu joyda berayotgan masala. Bu huva va hiya. E'tibor bering. Mana shu huvadan keyin ham biz nima qilyapmiz? Aynan soburun shaklini ishlatyapmiz. Aynan soburun shaklini ishlatyapmiz. Hiyadan keyin ham soburun shaklini ishlatyapmiz. Nega? Qoida shuki, mana shu endi hali sarf o'qimagan sizlar faulun degan vazn bor. Faulun sarf o'qiganlar bo'lsa bittada tushundi. Agar sarf o'qimaganlar bo'lsa mana shu 13-darsda kelgan lug'atlarni muzakkarga ham muannasga ham ishlatsa bo'laveradi. Tamom, qoida shu xolos. Tushunarlimi? Biz esingizda bo'lsa, biz bundan oldingi, demak, boshida dars o'qigan vaqtimizda mana bu bizda lug'at bor edi. Mana shu lug'atimiz misol uchun bo'lishi mumkin bu haulai. Biz mana shu haulaidan keyin xohlasak ar-rijalu deymiz, xohlasak an-nisa'u deymiz. An-nisa'u deymiz. Nega? Chunki mana bu haulai muzakkarga ham muannasga ham ishlatishga yaroqli lug'at hisoblanadi. Ya'ni mana shu hozir biz 13-darsda o'qimoqchi bo'lib turgan narsamiz bor-ku, o'sha 13-darsdagi masala ham xuddi shundan iborat. Ya'ni siz xohlang erkak kishiga, xohlang ayol kishiga nima deysiz? Huwa soburun deysiz. Ya'ni u sabrlidir deysiz. Ayol kishiga esa hiya soburun shaklida lug'at ishlatasiz. Tushunarlimi? Masala shu bu yoqda. Musannif bizga tushuntirmoqchi bo'layotgan eng asosiy masala shu. Va buni ko'pligi bor. Suburun shakli. Bu ham xuddi shu shaklda ayollarga ham, erkaklarga ham ishlataverasiz. Buni demak farqi yo'q. Ikkalasi ham muzakkarga, ya'ni muannasga siz mana shu shakldagi lug'atdan foydalanib gap tuzasiz. Tushunarlimi? O'shaning uchun musannif rahmatullohi alayhi bu yerda hozir mana shu matnni bekarga bergani yo'q. Huwa soburun, hiya soburun yoki anta soburun, anti soburunni bekarga bermayapti. Chunki bu yerdagi asosiy tushuntirmoqchi bo'layotgan masala shu. Sizda umumiy aqlingizda jonlanishi kerak bo'lgan masala faulun vaznidagi ismlar mana shu muzakkarga yoki muannasga bir xil ishlaveradi. Agar uni tushunmagan bo'lsangiz, faulun nima desangiz, qarang, mana bu vazn deyiladi. Sarf o'tamiz hali batafsil inshaalloh. Mana shu vaznga tushadi mana bu soburun. Burun. Ketma-ketligiga e'tibor bersangiz, birinchi fathali, keyingi zammali, keyin vov kelyapti, bu yerda ham vov kelyapti. Keyin zammali, yana zammali. Go'yoki shunga o'xshash narsa. Buni xudosi sarf o'qiganda batafsil gaplashiladi. Kelishdingmi? Endi bu yoqda kul va ba'd kalimalari bor. Kul bu ko'plikka ham, birlikka ham izofa bo'laveradi. Bo'linsa bo'ladigan narsa bo'lishi kerak-da. Masalan, kullu insanin desangiz bo'ladi. Chunki insonlar ko'p-ku. Kullun nasi deb ishlatsangiz ham bo'ladi. Masalan, kulluhu yoki kulluhum qilib ko'plikni ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda ba'd kalimasi bor. Ba'd kalimasi ham xuddi shu. Akthar kalimasi bor. Buni ham aktharuhu yoki aktharuhum qilib ko'plikka ham izofa qilsangiz bo'ladi. Musannif hozir bizga shu narsani tushuntirish uchun mana buni beryapti. Kullu rajulin deysiz, ya'ni birlikka izofa qilyapti. E'tibor bering. Ba'dur rijali. Bu yerda aytmoqchi bo'layotgan narsasi kuldan keyin, ya'ni kullu lafzidan keyin birlikni ham keltirsangiz bo'laveradi demoqchi. Ya'ni kullu rijali desangiz ham aslida bo'laveradi, lekin kullu rajulin desangiz mana shunisi kuchliroq, to'g'riroq bo'ladi.
Lekin ba'd kalimasidan keyin esa ar-rijal, ya'ni ko'plikda ishlatishingiz bu to'g'ri hisoblanadi va aktardan keyin ham xuddi shu. Lekin musannif nima deyapti bu yoqda? Davomida e'tibor bersangiz, kulluhum qarang. Bu yoqda siz ko'plikka ham izofa qilib kullukum izofa qilib ishlatishingiz mumkin ekan. Kulluna. Ba'd kalimasini ba'duhum, ba'dukum yoki ba'duna, aktsaruhum, aktsarukum, aktharuna qilib ishlatsangiz bo'laverar ekan. Bu yoqda tushuntirmoqchi bo'layotgan narsasi bor. Endi bu yoqda hali u mantiq o'qisanglar gaplashadigan masalalar bor-da. Sodda tushunib olishingiz kerak bo'lgan masala shu bu yoqda. Buni shunchaki lug'ati tarjimasi bilan yodlab ketsangiz ham bo'laveradi. Unaqangi qiyin narsa emas. Kelishdikmi? Bu yoqda qoida unaqangi qiyin emas. O'shaning uchun jumlani tarjimasiga o'tib ketaveraman. Xo'p, al-jumalul arabiyyatu arabcha jumlalar. Huwa saburun, u erkak sabrlidir. Hum suburun, u erkaklar sabrlidirlar. Hiya ajulun, u ayol shoshqaloqdir. Hunna ujlun, u ayollar shoshqaloqdirlar. Anta bashushun, sen ochiq chehralisan. Antum bushun, sizlar ochiq chehralisizlar. Anta abusun, sen qovog'i soliqsan. Antunna ubsun, sizlar qovog'i soliqsizlar. Ana g'adubun, men g'azabliman. Nahnu g'udbun, biz g'azablimiz. Ana anudun, men qaysarman. Nahnu undun, bizlar qaysarmiz. Huwa waqurun, u salobatlidir. Hum wuqrun, ular salobatlidirlar. Hiya la'ubun, u ayol o'yinqaroqdir. Hunna lu'bun, u ayollar o'yinqaroqdirlar. Anta jasurun, sen jasursan. Antum jusrun, sizlar jasursizlar. Anta hasudun, sen hasadsan. Antunna husdun. Endi bu yerda aslida mana bu joyda anti desa yaxshiroq bo'lardi, lekin baribir shart emas. Aynan muannasdan keyin muannas ko'pligini keltirish shart degan qoida yo'q. Lekin yaxshi bo'lardi. Chunki mana bu yoqda anta, bu yoqda antun, keyin anti, antunna kelsa yaxshi bo'lardi. Antunna husdun, siz ayollar hasadsizlar. Ana jasurun, men jasurman. Nahnu jusrun, bizlar jasurmiz. Hada rajulu saburun, bu erkak sabrlidir. E'tibor beringlar, o'tgan darsda ham tushuntirdim. Mana shu joygacha biz birinchi va ikkinchi darsda o'tgan lug'atlarni demak ishlatib gap tuzyapti. E'tibor bering, huwa, hiya yoki bular anta yoki nahnu, bular aynan biz birinchi ikkinchi darsda o'tgan lug'atlar va ana shu darsda o'tgan tarkib, ya'ni shakl hisoblanadi. Tushundinglarmi? Endi mana bu joydan boshlab esa, mana bu hazadan boshlab esa ismi ishora, ya'ni 3, 4, 5 darslarda kelgan lug'atlar va ana shu darslarda kelgan tarkib, ya'ni gap tuzilish shaklidan foydalanyapti. Tushundingizmi? Bu ancha davom etadi. Keyin 6, 7, keyin 9, keyin oxiri laysa bilan kitobni tugatadi, vallohu alam. Kelishdikmi? Hada rajulu saburun, bu erkak sabrlidir. Hada rajulu, men tarkib qilmayapman bu yerda, e'tibor beringlar. Chunki sizni tarjimangizga yetarli darajada bo'lsa, yetadi. Biz boshida bularning tarkibini ko'rib chiqqanmiz. Bu erkak sabrlidir. Haula irrijalu suburun, bu erkaklar sabrlidirlar. Hadihil mar'atu suburun, bu ayol sabrlidir. Haula innisa'u suburun. Demak, bu ayollar sabrlidirlar. Zaka shayxu ajulun, anavi qariya shoshqaloqdir. Ulaika shuyuxu ujlun, anavi qariyalar shoshqaloqdirlar. Tilkal ajuzu ajulun, anavi kampir shoshqaloqdir. Ulaikal ajaizu ujlun, anavi kampirlar, ya'ni shoshqaloqdirlar. Waladuhu bashushun, mana tarkib yana o'zgaryapti. Waladuhudan boshlab izofaga qaytdi. Biz buni ham tarkibini gaplashganmiz. Walad mudof, ha mudofun ilayh mubtada. Bashushun xabar bo'ladi. Uning bolasi ochiq chehralidir. Avladuhum bushun, ularning bolalari ochiq chehralidirlar. Xodimuka abusun, sening xizmatching qovoq soliqdir. Xuddamukum ubsun, sizlarning xizmatchilaringiz qovoq soliqdirlar. Xodimuki abusun, sen ayol kishi aytyapti. Sening xizmatkor, qiz bola xizmatkoring qovoq soliqdir. Xodimatukunna ubsun, siz ayollarning ayol xizmatkorlaringiz qovoq soliqdirlar. Sadiqi g'adubun, mening do'stim g'azablidir. E'tibor bering, mana shu joyda sadiqi g'adubun, mana bu sodiq, mana shundan bilamiz biz erkak kishi haqida ketayotgan. Chunki sodiqati desam ham orqasida mana bu g'adubun o'zgarmaydi. Sodiqi demak, men erkak kishi haqida gapiryapman. Sodiqati desam ayol kishi haqida gapirayotgan bo'laman. Tushunarlimi? Asdiqouna g'udbun, bizlarning do'stlarimiz g'azablidirlar. Aduvvati anudun. Endi mana e'tibor bering, mening dushmanim deyapti-da, bu gapda demak ayol kishiga nisbatan ishlatilyapti. Aduvvati anudun, mening ayol dushmanim qaysardir. Aduvvatuna undun, bizlarning ayol dushmanlarimiz qaysardirlar. Ustazi vaqurun, mening ustozim viqorlidir. Abu alikin saburun, Alining otasi sabrlidir. Tarkib o'zgargani yo'q, faqat zamirlar o'rniga ism kelyapti. Bu 7-darsning shakli. E'tibor bering, mana bu Abu mudof, Ali mudofun ilayh, ikkalasi bitta bo'lib mubtado, saburun esa xabar bo'ladi.
Mana shu tarkib o'zgarmaydi mana shu joygacha. Mana bu joygacha o'zgarmaydi. Tepadagida ham mana qarang, mana bu joy bilan qayerdan boshlandi? Valaduhu. Mana shu joyning tarkibi o'zgarmaydi. Bu yoqda ham tarkib o'zgargani yo'qda, shakl sal o'zgarib qolyapti. Ya'ni uning, sening, mening o'rniga Ali, ya'ni ism kelib qolyapti. Tushunarlimi? Alining otasi sabrlidir. Davom etyapmiz. Ummu Valiyin ajulun. Valining onasi shoshqaloqdir. Ibnu Mahmudin bashushun. Mahmudning o'g'li ochiq chehralidir. Ibnatu Xolidin abusun. Xolidning qizi qovog'i soliqdir. Axu Arifin g'adubun. Orifning akasi g'azablidir. Uxtu Zarifin anudun. Zarifning singlisi yoki opasi qaysardir. Hada shayxu va qurun. Yana 3-darsdagi tarkibga qaytdik. Bu qariya salobatlidir. Hadihil ajuzu va qurun. Bu qariya ayol kishiga nisbatan salobatlidir. Zaka sabiyyu la'ubun. Anavi go'dak o'yinqaroqdir. Tilka sabiyatu la'ubun. Anavi qiz bola go'dak o'yinqaroqdir. Jaddu hadal muallimi saburun. Bu endi mana 8-darsning tarkibiga o'tyapti. Bu joyda mana bu jaddu mudof bo'ladi. Hadal muallimi ikkalasi mudofun ilayh, uchalasi mubtada. Saburun esa xabar bo'ladi. Buni nega aytyapman? Tarjima berayotgan vaqtingizda bu muallimning otasi, bobosi gap boshlab oldingiz. Sabrlidir deb gapni tugatyapsiz. Shuning uchun bu tarkib shuning uchun kerak. Shunchaki tarkibni o'zini yodlash kerak emas. Jaddatu hadhihi almuallimati ajulun. Bu ayol o'qituvchining buvisi shoshqaloqdir. Zawju tilkal mar'ati bashushun. Anavi ayolning eri ochiq chehralidir. Zawjatu zaka rajuli abusun. Anavi erkakning ayoli qovog'i soliqdir. Endi nimaga tarkib o'zgaryapti? Bu o'sha mavsuf sifat qoidasiga o'tyapti. Al-insanul aqilu, al-insanu mavsuf, al-aqilu sifat, ikkalasi bitta bo'lib mubtado bo'ladi. Saburun esa xabar. Tushunarlimi? Aqlli inson gap boshlab oldingiz. Sabrlidir. Al-insanu safihu ajulun. Tentak inson, telba inson shoshqaloqdir. Ar-rajulu sahihu bashushun. Sog'lom inson ochiq chehralidir. Ar-rajulul maridu abusun. Kasal inson qovog'i soliqdir. Al-awladul uqala'u wuqrun. Aqlli bolalar salobatlidir. Al-awladu sufaha'u lubun. Telba insonlar, telba bolalar o'yinqaroqdir. Endi mana bugungi darsimizda o'tgan lug'at takrori qayta-qayta keladi endi mana shu joydan boshlab. Lekin tarkib ijana izofa. Kullu insanin aqilun. Har bir inson aqllidir. Kullu mudof, insanin mudofun ilayh mubtada. Aqilun esa xabar bo'ladi. Tushunarlimi? Har bir inson aqllidir. Mana shu shaklda. Kullu shaykhin kabirun. Har bir qariya kattadir. Kullu sabiyyin sag'irun. Har bir go'dak kichkinadir. Ba'dun nasi aghniya'u. Insonlarning ba'zisi boydir. Aksarun nasi fuqaro. Insonlarning aksari kambag'aldir. Aksaru al-aghniyai mujtahiduna. Boylarning aksari tirishqoqdirlar. Aksarul fuqaroi kusala. Mana shu joyda nuqta bor. Ajratib o'qiysizlar tarjima qilayotganda. Kambag'allarning aksari dangasadir. Hadal g'aniyyu g'adubun jiddan. Bu boy juda g'azablidir. Mana shu joyda mana bu jiddanni inshaalloh nahv o'qisanglar tarkibida ancha gap so'z bor, lekin biz yangi o'qiyotgan o'quvchiga buni tarkibi bilan uni miyasini nima qilmaymiz, qiynamaymiz. Balki nima deymiz? Buni ta'kid deb beramiz. Bu ta'kid nima degani desangiz, uni olib tashlasangiz ham ma'no buzilmaydi, lekin zikr qilsangiz ma'no kuchayadi, ta'kidlaydi. Ya'ni bu g'azabli, bu juda g'azabli. Siz o'sha bermoqchi bo'lgan ma'noyingizni kuchaytiryapsiz. Shuni arab tilida ta'kid deydi. Bu %100 noto'g'ri ham emas, %100 to'g'ri ham emas. Shunaqa deb o'quvning ziyoni yo'q hozir. Tushunarlimi? Hazakal faqiru anudun jiddan. Anavi kambag'al juda qaysardir. Muallimuhum bushun jiddan. E'tibor beringlar, mana shu joyda biz 9 yoki 10-darsda o'tgan qoidamiz. Mana bu vov bo'lsa ko'plik bo'ladi degan esinglarda. Ularning ko'pgina muallimlari bushun, ochiq chehralidir. Muazzinuna vov bor o'zi aslida. Nima bo'lgan? Muazzinuna bo'lgan. E'tibor bering. Keyin biz izofa qilish uchun nima qilganmiz? Mana bu nunni tashlaganmiz. Keyin mana bu kelgan. Muazzinuna. Agar bitta bo'lsa nima bo'lardi? Agar bitta bo'lsa mana bu bo'lmas edi. Muazzinuna bo'lar edi. O'sha qoidani bitta eslatib beraman shu joyda. Demak, bizning muazzinlarimiz juda ham qovog'i soliqdirlar. Hammaluha ulayil aghniyai undun. E'tibor bering. Bu boylarning hammollari juda ham nima ekan? Juda yo'q ekan, uzr. Bu boylarning hammollari undun qaysardirlar. Mana bu alif xato ketib qolgan. Dallalu haulail tujari g'udbun. Bu savdogarlarning dallollari g'azablidir. Dallol o'rtakash bilasiz. Kulluhum fuqara'u. Ularning hammasi kambag'aldir.
Kullukum ulamau. Sizlarning hammangiz olimsizlar. Kulluna juhalau. Bizni hammamiz johilmiz. Ba'duhum azkiyau. Ularning ba'zilari donodurlar. Ba'dukum aghniyau. Ularning ba'zilari boydurlar. Aghniyau to'g'ri o'qidimmi? Ag'biyau, uzr, ag'biyau ekan. Ag'biyau esa tentak bo'ladi. Ba'duna du'afau. Bizlarning ba'zilarimiz zaifdir. Aktharuhum asihhau. Ularning aksari sog'lomdir. Aktharuhum, e'tibor bering. Asihhau sog'lomdir. Aktharuhum mardo. Ularning aksari kasaldir. Aktharuna kusala jiddan. Bizlarning aksarimiz juda ham dangasadir. Endi mana e'tibor bering, oxirgi narsani berib qo'yapti. Bu laysani masalasi esinglarda bo'lsa, huva laysa bisaburin, u sabrli emas. Men aytdimki, laysa gap boshida o'rtasida kelishi mumkin. Bu yerda o'rtasida kelyapti. Va nima bo'lyapti? O'rtasida kelgan vaqtda xabariga biz mana bu bini qo'shib qo'yamiz. Tamom. Hum laysu bisubrin. Gap o'rtasida kelganda jinsda va sonda moslashadi deganman. Bu muzakkar, bu ham muzakkar. Ko'plik. Ila axirihi mana bu. Oxirgacha o'zingiz bemalol gaplarni tuzib, mana shu tepadagilarda hammasini bemalol o'zingiz laysa bilan ishlata olasiz. Chunki formulasini o'tgan darsda o'tib bo'lgansiz. Ma huwa bisubrin, biz aytgandekki, inkorni laysa bilan emas, mo bilan ham ifodalashimiz mumkin. Unda nima bo'ladi? Ma gapni boshida kelishi shart. Ma huwa bisaburin, ma hum bisubrin. Formula shu. Endi mana shu orqaga qaytib turib, bularni hammasiga siz o'rtaga xohlang laysani, xohlang boshiga moni kirgizib gap tuzib chiqishingiz mumkin. Tushunarlimi? Mana shu 13-darsga tegishli bo'lgan masalalar edi. Xo'p, endi 14-darsda qanaqangidir qoida bormi desiz? Yo'q. 14-darsda deyarli qoida yo'q. Mana shu vaqtgacha o'tilgan qoidalarni yaxshilab bir yig'ishtirib olish kerak. Faqat lug'atlar va tarjima qilamiz katta ehtimol. Toyyibun toyyibuna, yaxshi, yaxshilar degani. Xobisun xubasa, bu endi chuqurroq ma'nolari ham ko'pda. Endi bu yerda yomon deb turaylik. Bu joyiga qarab har xil ma'noda keladi. O'zbekcha lug'atda qanaqa bergan bo'lsa, o'shani aytib ketaverasiz. Tushunarlimi? Xobis deb turib ancha ma'nosi chuqurroq o'zi aslida. Demak, xobisun xubasau bu yomon. Sa'idun suadau, baxtli, ta'isuna baxtsiz, azizun a'izzatun bu aziz, nodir, ya'ni kamyob, hurmatli. Zalilun azillatun bu xor, ya'ni hurmatsiz, odamlarni nazardan ortda qolgan, shunga o'xshash. Afifun aifau bu endi pok ko'ngilli deb lug'atda berib qo'ygan o'zi aslida. Afifun degani bu haligi odamlardan masalan muhtoj bo'lsa ham so'ramaydi-yu. O'zi muhtoj, lekin buni o'zbek tilida qanday ifodalash hozir esimga kelmayapti-da. G'ururli-da, tushunyapsizmi? Ya'ni g'urur deganda bu haligi birovni gapini tan olmay turib olish emas. Aslzodalikka yaqinroq ma'no. Afifunni ma'nosi. Tushundira oldimmi? Buni hisobga olib qo'yishlik kerak. Bu ozgina shu tarjimasida sal ko'nglim to'lmaydi shu pok ko'ngilli degan narsada. Fazilatli yoki pokiza deb lug'atda beryapti, lekin bu o'sha aytdim-ku, ma'lum bir holat bu. Keyingisi najibun nujabau, bu ham shu aslzoda deb tarjima qilsak bunga menimcha bo'laveradi. Keyingisi rahimun ruhamau, rahimli, halimun hulamau, halim bilasiz bu endi. Rafiqun rufaqau, rafiq o'zi bu nima degani? Yo'ldosh degani. Yo'ldosh deganda bu faqat nimani tushunmaslik kerak? Yo'lni tushunmaslik kerak. Bu umumiy birla qaysi bir ishni qilsangiz yoki yoningizdagi odam shu ma'noda bo'lishi ham mumkin, do'st bo'lishi ham mumkin misol uchun. Joyiga qarab ma'nolar ishlatilaveradi. Sharikun shurakau, sherik, ammun a'mam, amaki, ammatun ammatun amma, xolun axval tog'a, xolatun xolatun xola. Arabchadan kelgan. Tushundinglar inshaalloh. Al-jumalul arabiyyatu, arabcha jumlalar. Qarang, men tarjima qilib ketaveraman, chunki bu yerda sizni qiynaydigan narsa yo'q. Yana o'sha aytganimdek, ma'lum bir etap, birinchi, ikkinchi darsga lug'atlardan foydalanadi, keyin 3-4, keyin 6-7, keyin o'sha shaklda davom etadi. Tushunarlimi? Tarkiblar takrorlanaveradi o'sha ko'zingiz pishib ketishi uchun. Huwa toyyibun, u yaxshidir, hum toyyibuna, ular yaxshidirlar. Aduvi xobisun, dushmanim yomondir, a'dauna xubathau, dushmanlarim yomondirlar. Sadiquka sa'idun, sening do'sting baxtiyordir. Asdiqaukum su'adau, sizlarning do'stlaringiz baxtiyordir. Aduvatuki ta'isatun, sening dushmaning, ayol kishiga aytyapsiz, dushman ham ayol kishi. Badbaxtdir, badbaxt deganda ya'ni baxtsizdir. Aduvatukunna ta'isatun, sizlarning dushman ayollaringiz baxtsizdirlar. Anta azizun, sen azizsan, antum a'izzatun, sizlar azizsizlar. Anti zalilatun, sen xor ayolsan, antunna zalilatun, sizlar xor ayolsizlar. Hada ar-rajulu afifun, bu erkak fazilatli insondir. Hadihi al-mar'atu afifatun, bu ayol fazilatli pokiza ayoldir. Zaka as-sabiyyu najibun, anavi go'dak aslzodadir. Tilka as-sabiyyatu najibatun, ana bu go'dak qiz
Ha? Aslzodadir. Ana afifun, men pokizaman, ya'ni fazilatli insonman yoki oqko'ngilman. Nahna bo'lib qolibdi. Xato o'sha. Nahnu a'iffa'u. Biz pokko'ngillilarmiz. Ana najibatun. Buni ayol kishi aytyapti. Men aslzodaman. Nahnu najibatun. Bizlar aslzodalarmiz. Aliyun rahimun. Ali rahmdil. Mubtada xabar. Ali mubtada. Rahimun xabar. Mahmudun halimun. Mahmud halimdir. Zaydun rafiqi. Zayd mening do'stimdir. Bakrun shariki. Bakr mening sherigimdir. Rufaqoi aifau. Mening sheriklarim pok insonlardir. Shurakai nujabau. Mening sheriklarim aslzoda insonlar. Ammuhu rafiquka. E'tibor bering, bu yerda sal tarkib o'zgaryapti. Bu shakldagi tarkib kelgani yo'q edi, lekin kelishi mumkin deb men ishora qilgan edim avval. Esingizda bo'lsa. Qarang, bu yerda nima bo'lyapti? Bizda mubtada va xabar bo'lishi kerak-ku. Tasavvur qiling, ammuka aytyapsiz siz ro'parangizdagi odamga. Ammuka rafiqi. Sening amaking mening do'stim deyapman. Bu yerda ammu kalimasini o'zi e'tibor beradigan bo'lsangiz mudof bo'ladi. Mana bu kaf esa mudofun ilay, chunki sening deyapsiz. Mana bu rafiqida ham xuddi shu ahvol. Rafiq kalimasini o'zi mudof. Mana bu yani o'zi esa nuqta bilan, yani o'zi esa mudofun ilay bo'ladi. Tushunarlimi? Birinchi mudofun ilay mubtado deymiz, ikkinchisi mudof ilayni esa xabar deymiz. Mana shu joyni orqaga qaytarib boshqatdan eshitib oling. Tushunib olish shunaqa qiyin narsa emas. Zotan o'tgan narsangiz faqat bu shaklda kelmagan edi. Kelishdingmi? Davom etyapmiz. Ammuhu rafiquka. Uning amakisi sening o'sha yo'ldoshing. A'ma'uhum rufaqaukum. Ularning amaklari sizlarning sheklaringiz. Ammatuha rafiqatuki. Ayol kishi aytyapsiz. U ayolning ammasi seni yo'ldoshing. Ammatuhunna rafiqatukunna. Ularning ammalari sizlarning yo'ldoshlaringizdir. Ayollarga aytyapsiz. Xoluka shariki. Sening xolang, ya'ni uzr, tog'ang mening sherigimdir. Ahvalukum shurakauna. Sizlarning tog'alaringiz bizlarning sheriklarimiz. Xolati ammatuka. Mening xolam seni ammang. Qanday ekanda? Xolatuna ammatukum. Bizning xolalarimiz sizlarning ammalaringizdir. Ammu abi jadduka. Mana shu joydan boshlab tarkib sal uzayyapti. Buni qisman gaplashgandik. Yana bitta buni ham yozib tushuntirib qo'yaman. Ya'ni biz bilmagan narsa emas, faqat sal struktura o'zgaryapti. Qanaqasiga desangiz, buni bu yoqdan ko'ramiz hozir. Mana qarang. Xo'p, bizda nima bor? Bizda e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Xo'sh. Izofani ulab ketish bor. O'zbek tilida ham aytamiz-ku, masalan, mening telefonim deymiz yoki mening telefonimning zaryadchigi deymiz yoki mening telefonimning zaryadchigining suqadigan joyi deymiz. Ya'ni ulab ketaveramiz-ku. Arablarda ham xuddi shunaqa ulab ketish bor. Tushunyapsizmi? Aytayaptiki, bu yerda e'tibor bering. Ammu abi deylik, alimun. U kitobdagi bilan bir xil bo'lishi shart emas, tarkibini tushunsangiz bo'ldi. Bu yerda mana bu ammu mudof. Tushunyapsiz? Abun kalimasi esa mudofun ilayh bo'ladi, o'zidan oldingi mana bu ammu kalimasiga. Va bu mudof bo'ladi o'zidan keyingi mana bu ya kalimasiga. Ya'ni esa mavzu mudofun ilayh bo'ladi. Tushunyapsizmi? Hali ota bola qilib tushuntirdim, esingizda bo'lsa. Bir ota o'zidan keyingisiga nisbatan ota, lekin o'zidan oldingisiga nisbatan o'g'il-ku, o'shanga o'xshaydi. Siz mana bu abun kalimasini mudofun ilayh desangiz, bu ammuga nisbatan aytayotgan bo'lasiz. Agar mudof desangiz, bu o'zidan keyin kelayotgan yaga nisbatan aytayotgan bo'lasiz. Tushunarlimi? Mana shu joygacha hammasi nima bo'ladi? Mubtado bo'ladi. Qanaqasiga? Siz otamning amakisi gapni boshladingiz. Alimun, bu esa xabar bo'ladi. Tushunarlimi? Tezmasmi? Bitta qaytadan eshitib olasiz. Joyiga o'tiradi. Endi yana bitta misol bo'lsa yaxshi bo'lardi deyishingiz mumkin. Tasavvur qiling, bu yerda boshqa har qanaqangi lug'at bo'lishi mumkin. Gap lug'atni o'zgarishida emas, gap strukturada, ketma-ketlikda. Tushunyapsizmi? Bu yerda aytishim mumkin, masalan, e'tibor bering. Demak, zawju khalatu bakrin halimun. Nima bo'ldi bu yerda? Bu yerdagi narsa shuki, zavju mudof bo'lyapti. Xolatun esa o'zidan oldingisiga nisbatan, e'tibor bering, mudofun ilay. Lekin o'zidan keyingisiga nisbatanchi mudof bo'ladi yana. O'zidan keyingisiga nisbatan. Bakr esa mudofun
ilay. Chunki tarjimaga e'tibor bering. Bakrning xolasining eri. Tushundingiz-a? Keyin nima bo'ladi? Bularning hammasi mubtado bo'ladi. Bularning hammasi nima bo'lar ekan? Bularning hammasi mubtado bo'lar ekan. Shunday o'chirib qo'yaylik. Hammasi mubtado, o'sha yergacha. Keyin mana bu halimun esa xabar bo'ladi. Mana shu joyini oxirgi 5-10 minut boshqatdan eshiting, tushunib olasiz, qiyin narsa emas. Tushunarlimi? Otamning amakisi jadduka, sening bobongdir. Jadduka sening bobongdir. Ammatu abi jaddatuki. Otamning ammasi sening momongdir. Xolatu sadiqi kannatuka. Mening do'stimning xolasi sening kelinoyingdir. Hadal muallimu ammi. Bu o'qituvchi mening amakimdir. Hadhihi muallimatu ammati. Bu o'qituvchi ayol mening ammamdir. E'tibor bering, o'sha ishora bilan kelgan alif lomli ism mubtado bo'ladi. Hadal muallim. Bu o'qituvchi mubtado. Ammi bu xabari bo'lyapti. Tushundingizmi? Zakal muallimu xoli. Anavi o'qituvchi tog'amdir. Tilkal muallimatu xolati. Anavi o'qituvchi ayol mening xolamdir. Al ulamau aizzatun. Olimlar aziz insonlardir. Al juhalau azillatun. Johil insonlar esa xor insonlardir. Ya'ni xor deganda bu past nazar qaralmayapti. Hurmatsiz, odamlarga qattiq e'tibor bermaydigan ma'nosida. Bu yerda al uqalau suadau. Aqlli insonlar baxtlidirlar. Menimcha qiyin. As-sufahau ta'isuna. Bu o'sha telba insonlar baxtsizdirlar. Rafiqu aliyin tabibun. Alining sherigi, do'sti, yo'ldoshi yaxshidir. Tayyibuna. Rufaqa'u valiyin tayyibuna. Valining yo'ldoshlari yaxshidirlar. Shariku mahmudin khabisun. Mahmudning sherigi xabis, ya'ni yomondir. Shuraka'u Xolidin xubatha'u. Xolidning sheriklari yomondirlar. Ammatu zakirin afifatun. Zakirning ammasi pokiza ayoldir. Xolatu shahidin najibatun. Shahidning xolasi aslzodadir. Kullu rajulin aqilin rahimun. Mana shu joyda ham tarkib o'zgaryapti, faqat chalg'iydigan emas, qiyin emas. Kullu mudof, rajulin mudofun ilayhi bo'lib turib, mavsuf. Aqilin esa uning sifati bo'ladi. Ya'ni bu o'sha biz 10-darsda o'tgan narsamiz. Shunchaki oraga nima bo'lyapti? Kullu rajulin deb turib rahimun desiz ham gap tugardi-yu. Siz o'sha mana bu mudofun ilayhiga sifat olib kelib qo'yyapsiz. Tushunarlimi? Har bir kishi emas, har bir aqlli kishi rahmlidir. Kullu imro'atin aqilatin halimatun. Har bir aqlli ayol halimadir. Aksarul aghniyai suadau. Boylarning aksari baxtiyordirlar. Ba'dul aghniyai ta'isuna. Boylarning ba'zilari baxtsizdirlar. Aksarul fuqaroi ta'isuna. Kambag'allarning aksari baxtsizdir. Ba'dul fuqaroi suadau. Ba'zi faqirlar baxtiyordirlar. Kullu sahihin sa'idun. Har bir sog'lom inson baxtiyordir. Kullu maridin ta'isun. Har bir kasal inson baxtsizdir. Al-g'aniyyu saxiyyu azizun. Saxiy boy azizdir. E'tibor bering, mavsuf sifat bu mubtado, azizun xabar. Al-g'aniyyul baxilu zalilun. Baxil boy xordir. Muallimuhum ruhamau. Ularning muallimlari rahmlidirlar. Mudarrisukum hulamau. Sizlarning mudarrislaringiz halimdirlar. Fallahukum suadau. Sizlarning fallah bu dehqona, sizlarning dehqonlaringiz baxtiyordirlar. Hammaluna ta'isuna. Bizning yuk tashuvchilarimiz ko'plikda baxtsizdirlar. Haddaduhum azillatun. Ularning temirchilari xordirlar. Dallalu haula'i tujjari aizzatun. Bu savdogarlarning dallollari aziz insonlardir. Kullu rajulin afifin tayyibun. Har bir pok erkak yaxshidir. Kullu imro'atin afifatin tayyibatun. Har bir pok ayol yaxshidir. Kullu rajulin fasiqin khabisun. Har bir gunohkor, fosiq inson, erkak yomondir. Kullu imro'atin fasiqatun khabisatun. Shu muannasi. Ar-rijalu ulama'u tayyibuna. Olim erkaklar yaxshidir. Ar-nisa'u solihatu tayyibatun. Soliha ayollar yaxshidirlar. Ar-rijalul fasaqatu khubatha'u. Fosiq erkaklar yomondir. An-nisa'ul fasiqatu khabisatun. Shuni muannasi. Aktharul juhala'i ta'isuna. Johillarning aksari baxtsizdirlar. Tushunarli inshaalloh. Inshaalloh kelasi darsdan 15-darsdan davom ettiramiz. Unaqangi qiyin narsa emas, faqat o'sha oldindan aytgandek, siz 7-darsda, 8-9-darslarda o'tilgan qoidalarni yaxshi tushungan bo'lishingiz kerak. Shu qoidalar bu yerda birikib kelyapti. Sal shakli o'zgaryapti. Tushunmagan joylar bo'lsa yozasizlar, savol qilib berasizlar. Men albatta unga javob berishga harakat qilaman. Inshaalloh kelasi darsga davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.